Qachondan beri og'riq bezovta qilyapti aka? Ro'zalar 13 kunlardan ikkinchidan. Oldin ham bezovtalik bo'lganmi buyragingiz? Umuman belda kistani hisobiga prostata bezi ham o'lchamlari normadan kattaroq chiqyapti-da. Sizga bu klinik alomat bermayapti ekan. Bu tomondan yaxshi bu narsa. Og'riqlar oyoqqa bermayaptimi aka? Yo'q, Faqat belda o'zida. nima desaki? Buyragingizda o'ta yomon o'zgarishlar chiqmayapti-yu. Shamollash belgilari yo'q, mayda tuz belgilari bor. Endi bular juda sizni bezovta qilib og'ritadigan darajada emas-da. Prostata bezidan-chi, bezovtalik yo'qmi aka? Shikoyatlar bo'lmaydimi bundan? Yo'q. Holat suluchani ham aniqlanib qoladi. Prostata bezingizda o'zgarish bor ekanda. Oldin tekshiruvlarda o'tganmisiz? Bir necha bo'ldi, nima qilganda kista bor deyishdi. O'shada shu prostata bezingizda kattagina 2-2,5 santimetr kerak bo'lgan kista bezi bor ekanda. O'sha kistani hisobiga prostata bezingiz ham o'lchamlari normadan kattaroq chiqyapti-da. Sizga bu klinik alomat bermayapti ekan. Bu tomondan yaxshi bu narsa. Tabii bir yilda bir bu kistani razmerlarini solishtirib borish kerak-da. İşte kattalashyaptimi, o'smayaptimi? Siydik ko'kbizni holati yaxshi, devorlari yaxshi. Bu bel sohasidagi og'riqingiz aka ko'proq nevrologik og'riqqa tortyapti-da, umurtqa pog'onasiga. Buyragingiz ekografik holati yaxshi-da. Faqat sizni bezovta qilib og'ritadigan darajada o'zgarishlar yo'q. Jigaringiz holati yaxshi aka, oshqozon usti bezingiz yaxshi. Bu o'sha prostata bezidagi kista bo'yicha urolog mutaxassisga ko'rinib olasiz aka. Uchinchisi kamon qaytib ketadimi? Endi urolog bilan maslahat qilasiz. Endi oldingi o'zinglaringiz bormi? Razmerlarni solishtirib ko'rish kerak-da. Razmer kattalashyaptimi yo bir xilda turibdimi? Bo'ydaligimda tushirdim. Profilaktika. Hayron qoldim. Bu kistalar ham yaxshi sifatli bo'lsa bezovta qilmaydi-da, faqat kistaligicha saqlanib turaveradi. Agar yomon sifatli kistalar bo'lganda bu paytgacha o'sha bezovta qilgan bo'lardi-da sizlar.